Abu Shayba va Abu Awnlarning rivoyati keladiki, yaxshilik ahllari, ya'ni solih kimsalar bir-birlariga ko'rishib qolsalar shu narsa bilan vasiyat qilardi yoki bir-birlarini uzoq muddat ko'rmay qolsalar bir-birlariga mana shu vasiyatlar bilan bir-birlariga maktublar yo'llardilar. Bizda hozir ijtimoiy tarmoqlar bor, to'g'rimi? Bir-birimiz ko'rmay qolsak, yozishib qo'yamiz WhatsApplardan, saytlardan yozishib qo'yamiz, yo'qib ketsin-u, xola so'rab. Xuddi shunga o'xshab solih kimsalar ham tarixda bir-birlarini uzoq ko'rmasalar, bir-birlariga maktub yo'llar ekan. Lekin ularning maktublari shunchaki xola so'rashmas, balki iymoniy ozuqa edi. Iymoniga ishlashardilar bir-birlarini, da'vat qilishardi, eslatishardilar, vasiyatlar qilishardilar. Mana shu narsalarni bir-birlariga juda ham ko'p yo'llaganligidan bizning tilimizda aytganda trend deb qo'ydik. Ana shu paytda mashhur bo'lib ketgan maktublardan bo'lib qolgan. Bu oyat emas, hadis emas, lekin solihlarni hikmatli bo'lgan, juda ham manfaatli bo'lgan, oltin bilan yoziladigan gaplar bular. Bizning tilimizda aytganda trenddagi gaplar bo'lganda shu paytda. Ular nima deyishardi? Ular aytishardilarki bir-birlariga man amila li akhiratihi kafahullohu dunya. Birinchisi, kimki oxirati uchun bu dunyoda mehnat qiladigan bo'lsa, bu dunyo mehnatini Alloh o'z zimmasiga qo'yadi. Ya'ni g'am qilmay qo'yarsin. Kim g'ami oxirat bo'lib turib xizmat qiladigan bo'lsa, uni xizmati din uchun bo'ladigan bo'lsa, bu dunyosiga Alloh taolo o'zi kifoya yetuklidir. Turib tez-tez bir-birlariga yo'llab turishardi. Ya'ni dunyoga berilib ketib qolavermagin. Oxirat ishlasang bu dunyoing ham zo'r bo'ladi, turib bir-birlariga eslashardilar. Bu birinchi. Va yana xatlardan shuki, "Va man aslaha baynahu va baynallohi kafahullohun nas." Va kimki o'zi va Alloh o'rtasini isloh qiladigan bo'lsa, qolganlarning muomalasini Alloh taolo o'zi tuzatib qo'yadi, isloh qilib qo'yadi degan. Ya'ni hammani rozi qilaman deb yuraverma deyapti. Bir-birlariga mana shu xatni tez-tez eslatib turardi. Ya'ni borib uni rozi qilaman, buni rozi qilaman deb turib yalinavermagin. Sen Allohni rozi qilsang, ularning hammasini bittasiga seni rozi qilib qo'yadi degan maktub. Va yana maktublar shuki, "Va man aslaha sariratahu aslahallohu alaniyatahu." Va kimki ichini isloh qiladigan bo'lsa, bu qalbini isloh qiladigan bo'lsa, tashini Alloh o'zi isloh qilib qo'yadi, ziynatli qilib qo'yadi, nurli qilib qo'yadi. Hali tashing ishlayvermagin. Hadeb odamlarning ko'ziga o'zingni zo'r qilib ko'rsatavermagin. Odamlarning ko'ziga taqvoli bo'lib ko'rinurmagin. Odamlarga maqtanaman deb ularni rozi qilaman deb o'ylavermagin, hadeb g'am qilmagin bu narsani. Sen avval o'zingni hishing yo'qligini o'rnagin, ishingni o'rnagin, Alloh taolo sen tashingni o'zi zo'r qilib qo'yadi. Turib ular bir-birlariga tez-tez mana shu xatlar bilan yo'llab turishar ekan. Ular chunki bular solihlarda. Solihlar bir-birlariga tez-tez eslatib turadilar. Solih do'stlar hamisha oxiratni eslatadi. Ularning g'ami bu dunyodagi billa bo'lib ketaylik, billa ikkovimiz ushlaylik mana shu yerlarni, billalashib turib cho'qqilarga chiqaylik deyishmaganlar. Ular oxiratdan billa bo'laylik, shunga qarab intilaylik deb turib bir-birlariga tez-tez maktub yo'llab turishgan. Ular shunday borib aytib qo'yishlik bu hammasini ishi. Lekin og'ir bo'lgan ishdan shuki, o'zlari boshqa yurtlarda yuradilar. Ba'zida maktub yozsangiz qancha yetib boradi? 2 oyda yetib boradi. 3 oyda yetib boradi. Eng kam 1 oyda yetib boradigan darajada yashashgan. Misol qilib, boshqa yurtdagiga xuddi shu gapni bir qator satr, bir qator gapni yo'llashlik uchun shuncha narsani ular ishlashganda, sarflashgan. Chunki bular bu narsani muhim deb bilganda, ham qilib turib, qiynalib, ovora bo'lib bo'lsa ham xatni yozib boyaga do'stlariga yetkazishgan. Mana shu gaplarni biz ham hozir muhtoj bo'lib qoldik bir-birimizga tez-tezda eslatib turishlikka. Alloh taolo barchamiz